16. Havo juda ham toza va bejiz emas. Axir biz dunyodagi birinchi umuman chiqindi chiqarmaydigan Yaponiyani Kamikatsu qishlog'idamiz. Bu qishloqda tom ma'noda hech nimaga chiqindi sifatida qaralmaydi. Mahalliy aholi ishlatilgan mebelni mixlarigacha ajratib oladi. Eski kimonolardan bo'lsa sumka va boshqa kiyim-kechak mahsulotlari tayyorlanadi. Ha do'stlar, bu Yaponiya. Bu butun dunyoga insonlar chiqindisiz yashash mumkinligini isbotlagan, suvlari shaffof, yam-yashil, juda ham toza va maftunkor Kamikatsu qishlog'i. O'tga kelishimizdan bitta maqsad bor. Qanaqa qilib 30 yil oldin mana shu joyda chuqur qazib, axlatini tashab yoqib, tabiatni zaharlagan insonlar bugungi kunga kelib chiqindisini 43 turga bo'lib saralashga erishdi. Ya'ni tushunasiz, bu ko'rsatuv chiqindini qanaqa saralash haqida emas. Bu ko'rsatuv insonlar haqida. Nahotki inson zoti yetarlicha xohlasa, o'zidan keyin chiqindi emas, balki ifloslanmagan yer, toza havo, shirin suv va go'zal daraxtlarni qoldirishi mumkin. Yaponlar buni isbotladi. Kelaylik ulardan o'rganib, o'zimizga nimadir olishga harakat qilamiz.